Klik ilovasidan ilhomlanib, uni nusxasini yasashga harakat qildim. Ilova dizaynini iloji boricha Klik bilan birga-bir qilishga harakat qildim va ba'zi o'zgartirishlarni ham qo'shdim. Men yasagan nusxasi orqali siz balansingizni xohlaganinizcha o'zgartirishingiz mumkin. Bu orqali do'stlaringizga prank ham qilishingiz mumkin. Video davomida ilovani qayerdan yuklab olishingiz haqida ma'lumot beraman. Undan oldin esa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'p, ilovamizni ochadigan bo'lsak, bizda birinchi parol so'raydi. Ya'ni nimaga bu yerga parol qo'yganman? Sababi bilasiz, hamma bir-biridan chopib kontent qiladi. Bu parolni men xohlagan paytim o'zgartirishim yoki hech kim kira olmaydigan qilib qo'yishim mumkin. Xo'p, bu parolni qayerdan olamiz desanglar, Telegram kanalimizda ushbu postni topasiz. Mana shu Klik haqidagi postni va ilovani ostida paroli ham bor. Telegram kanalimiz silkasi video kommentariyasida bo'ladi. Va parolni joylab kirishni bosadigan bo'lsak, tekshiriladi va to'g'ri bo'lsa, bizga mana bu sahifani ochib beradi. Xo'p, bu yerda balansni yashirishimiz, karusel slayderimiz bor, bannerlar almashib turadi. Xo'p, to'lov edit text bor. Edit text mana shu ham bor. To'lov ishlamaydi, faqat dizaynini yasagandan xolos. Asosiy balansimizni esa xohlaganimizcha o'zgartirishimiz mumkin. Misol 1000 so'm qilib turib, xohlaganimizcha summani yozib qo'yishimiz mumkin. Va yon menyusi ham bor. Faqat dizayni. Qolgan sahifalarga o'tmadim, sababi soxta chek yoki to'lovlar shunaqangi narsalarga aralashgim kelmadi, shunchaki yasamadim, qo'shmadim bu ilovaga. Agar qiziq bo'lsa, soxta chek yasaydigan ilovani ham yasab ko'rsataman. Xo'p, Telegram kanalimiz Meteordev kommentariya orqali ushbu ilovani yuklab olishingiz mumkin. Xo'p, Telegram kanalimizda turibdi. Mana shu postning ostida ilovani paroli ham bor. Xo'p, bu ilova nimada yasalgan deydigan bo'lsangiz, bu ilova Flutter frameworkida yasalgan, ya'ni banner, slider, har xil widjetlarni alohida qilib bo'lib chiqqanman va bitta ilova qilib yiqqanman mana shuni. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarga qadar ko'rishguncha.